Yaqinda meni hayotimda juda ham og'ir va qo'rqinchli kun bo'lib o'tdi. Не слышит меня. Мария, что сам? Нет, Рита, она сейчас сознание потеряет. Рита. Meni 2 yoshli, yarim yoshli qizim Aidada fibrilniy судороги bo'ldi. Судороги ikki xil bo'ladi, fibrilniy va epileptический. Epileptическийda bola titrab qoladigan bo'lsa, qimirlaydigan bo'lsa, fibrilniyda bola qotib qolishi yoki rezki qanaqadir harakatlar qilishi mumkin. Bizning holatda Aida prosta bitta joyga qarab qotib qoldi. Va men juda ham kuchli qo'rqib ketdim. Lekin shunda ham xolamga, pediatrga telefon qilib o'sha momentni o'zida deksametazonni ukol qildik va oyog'ini suvga tiqib turdik. Skoriy kelmadi, yo'lga ham chiqishmadi bu vaqtda ichida. Juda ham odam ko'p deyishdi. Shuning uchun bu postni yozib qoldirishimning sabab skoriy tez yetib kelmasligi va siz bunaqa holatda nima qila olishingiz mumkinligini post tagida yozib qoldirmoqchiman. Menga o'xshab onalarning yuragi rezki o'sha moment to'xtab qoladigan sostoyaniyaga tushib dovdirab qolishi mumkin. Shuning uchun 6 oylikdan 5 yoshgacha bolada fibrilniy судороги bo'lishi mumkin ekan. Temperatura yuqori bo'ladigan bo'lsa, shuning uchun bilingki, bolani iloji boricha temperaturasini 38 dan oshdimi, sbivать qilishga harakat qilishingiz kerak. 38 gacha organizm o'zi kurasha oladi va bu ham individual. Ba'zi bir bolalar o'sha 38 temperaturani ham ko'tara olmasligi mumkin. Xullas, 5 yoshgacha agar bolada fibrilniy судорог bir marta bo'ladigan bo'lsa, bu uni rivojlanishiga qattiq ta'sir ko'rsatmasligi mumkin ekan. Hozir doktordan chiqdik, Aydani полностью mana 1 oy o'tdi. Fibrilniy судороgidan keyin tekshirib ko'rib, hammasi joyidaligini aytdi, lekin baribir miyasini EEG orqali tekshirib ko'rishimizni tavsiya berishdi. Agar hech qanaqa поражение bo'lmagan bo'lsa, demak, bu как бы bizning случайda norma hisoblanadi. Xullas, onajonlar, farzandingizga befarq bo'lmanglar. Agar qanaqadir narushение sezadigan bo'lsangiz, farzandingiz nimadir ne ketayotgan bo'lsa, nevrologik taraflama albatta shifokorga murojaat qiling. Chunki hozir ular o'sish davrida va qanaqadir buzilishlar butun kelajagiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.